Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana yangi xonadonga YouTube'dan bizni ko'rib ishlarimizni chaqirishdi. Yangi ishlar boshlanadi xudo xolasa. Bizda oldingi suv urib ketgan ekan. Bizga zakasimiz shunar bo'ldiki, shpaga uka tortib kisilib, rangini berib bersa ham bo'ladi. Bunday holatda butunga o'xshab turibdi, mana baquvvatga o'xshab turibdi. Ikkilagan joy, yorug' joylarni ochib ko'ray desam, bunda gipsagarni qatiribdi. Bunaqa to'sin o'tgan ekan, bu yerda ustum o'tgan. Bularni ham mana orqasiga rega yaxshi qatirmaganmi, oralariga o'ynashlik bor, yorug' tushgan. Shularni ham to'g'rilab o'tib ketamiz. Keyin mana gipsagarni ham bitta metga qo'yib mana oraliq masofasi uzun. Bu yerda o'ynashlik bor. Bu qo'yib yuboradi keyinchalik odamni boshiga tushib ketishining sababi mana eshik tepasidan ham shu yorug' ketgan. Shu bir 20 sm joyni ustum ketgan bo'lsa, to'sin deylik, to'sin ketgan. Shunga 5 sm gipsagaronni atbatdan qatirib suv urib ketishgan. Bularni aybini ochish bo'lsa, shunaqa qilib to'g'rilab ketamiz. O'zimizning ishimizni ko'rsatyapmiz. Mana bunga hozir ko'chirdim. Setga to'qilmagan. Shu holatga suv oqib ketgan. Ustimga mana yorilyapti to'g'rilab. Bu holatga biz shpaga tortib ketmaymiz. Setga to'qishlarimizni hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Qanaqa qilayotgan ishlarimizni o'rgatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa kuzatib tursalaring. Patalolarimiz mana eski holatida uyda ishilib chiqilyapti. Ustidan emusa berib ketaverdi, atbatdan yamab deyishdi. Yo'q, biz ishimizni puxta qilamiz deb ishilib chiqadi erinmasdan. Changga botsa ham mana gipsagarni yo'q mana. Choklariga setga to'qilmagan. Bularni shilib tashlaymiz. Gipsagarni qolgancha mana bunaqa shilib chiqyapmiz. Yana boshqatdan o'sha ko'rsatib o'tganimizdek shpagulkalarimizni tortib baquvvat qilib chiroyli qilib bitgan holatini ham qo'yamiz. Ko'rib olishlaringiz yoki eski holatini, patalolar choklariga setga qo'ymagan, yamamagan, qoqmagan. Hozir bitgan holatini qo'yamiz. Kuzatuvchilar, setkalarimizni qoqib oldik. Mana yaqin qilib qoqdik. Boshdan oxirigacha. Endi gruntovkalarni berib, ular shupurib tashlab, changlarni yo'qotib, gruntovkalarni berib, Allohga bersa bo'laveradi. Bunga rotban bilan albastrni birga-bir qo'shib yaqinlashtirib olsa, rotbanga isrof bo'lmaydi, hali ko'p ketib qolmaydi, qimmatligini hisobiga. Xohlasa rotbanda qism puvagili qo'shib turib. Bo'lmasam 2 hovuch rotban, 1 hovuch albastr qilib qilsa, icha rotbanga yordam bo'ladi. Ko'proq ketib qolmaydi, hozir kilosi bitta qop qimmat. 15 ming albastr bo'lsa, 50 ming rotban. Endi hamma sharoit har xil. 2 ga 1 qilib albastr bilan rotban ishlasa ham bo'laveradi, bunaqa chuqur joylarga yaqinlashtirib olgani. Mana shu holatda qatirib oldik mana. Shunday tomonda ham ustum bor ekan, buni ham setga to'qib oldim. Ko'ngil to'q bo'ldi mana endi. Yorilish, tushib ketish degan narsa yo'q. Suvarib pishirishga qilingan joyi qoldi. Menga mana reka gipsagarni qatirgan ekan, sim to'qib oldik. Mana simlar shop bo'ladi xolos. Keyin bu qator setga qo'yib yuboramiz. Har biriga setga qo'yib yuboramiz. Bu rulonni 1 metrli setka bo'ladi. Mana shundan qo'yib yuborsa ham bo'laveradi, sharoitiga qarab. Yo'qsa o'sha chokini o'ziga qo'ysa ham bo'laveradi. Bitgan holatda yana videoga qo'yamiz, xudo xolasa.